Sizlar ham ko'k tovuqlar yotqizganinglarda oxirgacha yotmasdan o'rnidan turib ketib yoki oxirgacha yotsa ham tuxumlari palada bo'lib ochmay qolyaptimi? Unda bu video sizlar uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, hammasini yechimlarini aytib o'tib ketamiz. 21 kundan o'tib ketsa ham tovuqlar tuxumlarni ochmasligi, tovuqlarni tuxumi rivojlanmay qolishini eng katta sabablaridan bittasi, ayniqsa mana hozirgi issiqda 45 gradus bo'lyapti. Tashqaridagi hovlidagi havoga yotqizib qo'ysanglar, tuxum 90% ochmaydi. Sababi 45 gradus bilan 37 gradus orasida katta farq bor. Tuxum 37 gradusda ochib chiqadi, 45 gradusda qo'yilgandan keyin u yana ko'tarilib 50 gradus bo'lib ketadi. Shunda tovuqni tegi tuxum tovuq qancha harakat qilsa ham jo'ja chiqmaydi, chiqazmaydi ichidan. Bunaqa joyga yotqizib bo'lmasa, unda qayoqqa yotqizaylik degan bo'lsanglar, biz oldingi videolarimizda ham ko'rsatib o'tib ketganmiz, tovuqlarimizni yerto'laga, podvalga yotqizamiz. O'shanda tovuq qiynalmasdan jo'jalarni ochib chiqadi. Iloji boricha muzdek, salqin joy bo'lsa, tovuq yaxshi ochib chiqadi tuxumlarni. Sababi salqinda tuxumni harorati tushib ketsa, tovuqni ko'tarib ola oladi. Lekin 45 gradusga yotqizib qo'ysangiz, tuxum 50 ga chiqib ketadigan bo'lsa gradusi, unda tovuq qiynalib qoladi. Va mana shu sababdan ham 25 kun, 30 kun bo'lib ketsa ham tovuqni tagidagi tuxumdan jo'jalar chiqmay qolyapti. Va undan tashqari yana bitta e'tibor berilish kerak bo'lgan narsa, tovuqni tagiga tuxum qo'yayotganda xo'roz bosgan, ya'ni xo'roz bilan birga yurgan tovuqlarni tuxumidan qo'yish kerak va iloji boricha yangi svejiy tuxum qo'yilsa, tuxumlar yaxshi ochib chiqadi. Endi tovuq tagiga oxirgacha yotmasdan tuxumdan turib ketib qolishini sababiga keladigan bo'lsa, bir xil tovuqlar shunaqa inju bo'ladi, joy tanlaydi, ya'ni kurib qo'ygan joyidan boshqa yoqqa yotqizilgan turib ketib qoladi. Unaqa paytda magazin tuxumdan 10 ta 15 tasini ko'p qilib, o'sha yangi joyga joylashtiriladigan joyga qo'yib qo'ysanglar, tovuq o'sha bilan maslanib oladi. Keyin ochib chiqadigan tovuqni tuxumidan qo'yib yuborasizlar. Yana bitta oxirgi maslahatim va tavsiyam, tovuqni bunaqa sharoitga qo'ya olmayman, bunaqa sharoit yo'q, muzdek joyga yotqiza olmayman degan bo'lsanglar, kurib qo'ygan tovuqni tagiga tayyor jo'jani olib tiqib yuborsanglar, o'shanda vaqtdan ham yutasizlar va tuxumlar ochmay qolishi, unaqa narsalar ham bo'lmaydi. Hozir ko'pchilik bu narsani qilyapti. Kurib qo'ygan tovuqni tagiga tayyor 1 kunlik jo'jani, inkubatorda ochib chiqqan jo'jani yoki farqi yo'q, bozordan olingan jo'jani qo'yib yuborishyapti. Shunda tovuq boqib ketadi va hozirgi havoda, hozirgi issiqda tovuqni tagiga yaxshi tovuq bo'lsa, boqadigan tovuq bo'lsa 15 ta 20 ta jo'ja ham qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, biz 7 ta jo'ja ochib chiqqan tovuqimizga 16 ta jo'ja qo'shib yuborganmiz, 23 ta jo'jani yaxshi boqib yuribdi. Hech qanaqa qiynalmasdan boqib yuribdi. Bu 4 kun, 5 kun bo'ldi boqib yurganiga, 1 kun bo'lmadi qo'shib qo'ygani. Bitta ham jo'jani o'ldirmasdan boqyapti. Issiq kunda bemalol tovuqlarni tagiga 15 ta 20 talab jo'jalarni qo'shib yuborsanglar bo'ladi. Kam ochib qolgan paytda ham tagiga jo'ja qo'shib yuborilsa, uvol bo'lmaydi. Baribir 5 ta jo'jani ham boqadi, 20 ta jo'jani ham boqadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yish va parandiz qo'zg'atib jo'ratib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Video sal cho'zilib ketdi. Ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.